Mana ilmni bazısı tugab ketdi. Bugunlar ama doktorlar. Qaysilar yig'ilishlar? Maktabga alla ketdi mana. 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 Qaysilar yig'ilishlar? Ha? Ama doktorma apamayma deb kirib ketdi xalqim, xalqim. Mana. Biz yurvatimiz. Ma bir odam yo'q biz doktorxonga. Muşta ölüp gitimiz kelmiştik. Mana. Piyoda mandoq. Yig'ildik odam yo'q bizga. Ko'dolama. İnsanlar. Muşta ölüp gitimizga. Selam balam. Selam balam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Topdagi barliq qarindoshlar, butun dunyodagi barliq Uyg'ur qarindoshlar, hammanglarga Allohning salom va mag'firati barakat bo'lsin. Alloh taolo Xitoy tajovuzchi kofirlarninki mehnat tabini ostida qolgan vatanimizni tezroq mustaqil qilishga, shu zulm uchrayotgan qarindoshlarimizni tezroq bizning qo'limizdan qutuldirishni nasib qilsin. Qarindoshlar, necha kundan beri bo'layotgan ahvollarni ko'rib turibsizlar. U yuz berayotgan ahvolninki 99'da 99'ning bir qismi. Bugun G'o'ljidan kelgan eng ishonchlik, eng yangi xabar. Bugun kelgan. G'o'lji xalqini oldimizgi 3 yilda 70%ni, ya'ni 3dan 2 qismini tutib lagerlarda, turmalarda o'ltirib tugatgan bo'lsa, uningdan qilib qolgan ish qolgan 30%ni, ya'ni 3dan 1 qismining yana 50%ni mushu 2 kunda kech kunduz er ayol hammani tutib turmush so'lab bo'libdi. Oilada yiliq ingrab yotgan, yiliq og'rib yotgan, yiliq aşyalamaş qolgan narsani bolalarimiz igichaqsiz shu uylarda qilib qolibdi, o'lib tugaydi degan gap. Bugun kelgan uchur, telefonda kelgan uchur. Ma'lum bir yerdan shu imkonni qilib kelgan uchur. Demak, G'o'lji xalqininki ahuzzarini u yerda yolg'ondan axborot e'lon qilish yig'ini, bu yig'in qilib o'tkazgan bo'lsa, ikki qismidan sen dunyoga oltamsan, xalqaro oltamsan, undan o'lib tuga, bola chaqang bilan hamma narsang bilan o'lib tuga deb yana jiddiy tutib, mana shu dunyoga tutgan 50% tugdi, yana qanchalik tutib tugaydi, tugtidi, qanchalik odam o'ltirdi, kim qoladi, kim emas bilmaymiz deb xabar keldi. Ey Uyg'ur xalqi, qo'zg'alaylar. Uyg'ur xalqi, qo'lingizga qurol ilishga bel bog'lang. Qurol ilishdan boshqa hech qanday ish asqatmaydi. 2 kundan yoqi yig'inlarga bir qatnashdik. 2 kundan beri yig'inga. Qurol olamiz, uni qilamiz, buni qilamiz deganlar quruq gapdi. Quruq gap emas. Shuningdan boshqa ishga yaramaydi. Qurol iling, qurol qo'lingizda bo'lmasa, qurol oladigan iqtisodni chiqaring. Endi gapni yana ochiq texim yalang'ochlab so'zlaydi. Hujumga o'tadiganga tayyorlik qiling. Biz tayyorlikni qilyapmiz. Sapga qetilanmısınız, aciz bo'lsangiz, qeri bo'lsangiz, yoki kichik bo'lsangiz, qetilanmısınız, iqtisodingizni qetib ma'u vatanni qutqizishga, vatanda o'lib tugayotgan xalqni, millatni, narsani, bolalarimizni qutuldirishga bir kishilik yardamingizni qiling. Sizning joningiz uncha yo'la atvolik jon emas. Qiyomat kuni hisob beradigan jon. Sen nima ish qilding? Men bergan ne'matlarni nega ishlatding deb so'raydi Alloh. Yeb ichdingmi, o'yindingmi, tong o'yindingmi, to'y to'kin o'yindingmi, tug'ilgan kun o'yindingmi? Yaxshi kiyib, yaxshi yeb ichdingmi, yaxshi mashinalarda o'tadingmi? Nima shunda o'tamading demaydi.
Nimishki o şunu qilding, nimishki isrofchilik qilding? Ma vatining munqariz tursa, xalqing uylayotsa, nimish qutuldirmading deb so'raydi, hisob bersiz. Berolmaysiz ma hisobni bo'lmasa. Ketiling masabga. Xitoyga dunyoning qanday yerida bo'lsa hujum qilayli. Hujum qilayli, qo'rqmang. Turayotgan davlatlaringizdan qo'rqmang. U davlat bilan hech qanday ishimiz yo'q. Turayotgan davlatlar bilan bizning hech qanday ishimiz yo'q. U davlatlar bizga dushman emas, bizga do'st. Bizning beshimizni silgan. Ha, ko'chada qolsak, uy berib, osh qolsak, yemak berib, kiyim-kechak berib, beshimizni silgan bizning do'st davlatlarimiz, bizning do'stlarimiz. Ularning yanida biz har doim billa shularning kuniga shu kun kelsa, shu davlatlar uchun biz yanada shu jangga otlanamiz. Shuning uchun qo'rqmang. O'zingiz qo'rqmang. O'zingizning soyangizda o'zingiz qo'rqmang. Xitoyning u yerda tretan qilgan, ha, popozlarga qo'rqib ketmang. Qo'rqib ketmang. Xitoy degan bir dunyoda hammadan davotida qog'oz yo'lvas, qo'rqib ketmang. Hujumdan birini qilsak, ha, uningdan keyin Xitoyning qandaqligini bilasiz. Otlining iroda keling. Dunyoning hamma yerida qilib oldi bu hujumni. Qayerda bo'lsa qilib oldi. Ko'chadami qilib oldi. Idor jamiyatlardami qilib oldi. Konsullardami qilib oldi. Butun hamma yerda Xitoyli bo'ladi ekan qilib oldi buni. Gap nima bo'lsa Uyg'ur xalqi irodaga keling. Jiningizni tikiman deganingiz jiningizni o'tirg'a qo'ying. Ketiling bizning sepimizga. Jiningizdan ansirsangiz, mana jon bizda bor. İqtisodimizni chiqarib, qo'limizga qurol oladigan, yo'limizga safarga chiqadigan yo'llarni ichishga bir kishilik hassangizni qo'shing. Bunda qilmasangiz, bu hisobni qiyomatdan berolmaysiz, xalqimizning oldidan berolmaysiz. Quruq da'vo bekor. Quruq da'vo to'ttamning ichida o'tirib so'zlagan eng quruq da'voning eng nachiri, eng yolg'oni. Uning oldiga berib yoldirgan, buning oldiga dokladni tayyorlab, mana qilamiz, dokladni tayyorlab, ana yo'llaymiz. Yolg'onchilikdan boshqa narsa emas. Saxtpazlikdan boshqa narsa emas. Uyg'ur xalqi bo'lsa uylayotgan, qirilayotgan vaqtda yana uningga berib, dokladni yo'llayman, mana berib, dokladni yo'llayman. Boshliq bilan tanishib olamiz shu orqali. Ma'u inson haqlari yana qo'rqgan inson haqlari degan narsa yo'q bu dunyoda. İnson haqlarini qo'lingiz qurol olib olasiz. Sizga birisi akab bermaydi. Shuning uchun har bir Uyg'ur va Qur'onni qanday olaman? Qo'limga qurol chiqsa, hokimiyatni men yurgizaman degan qat'iy niyat keling. Xitoy tajovuzchilarining yuragiga bir poy o'qni otaman degan niyat keling. Uningdan boshqa qiladigan niyatingiz bo'lmasin. Uningdan boshqa niyatning hammasi yolg'onchilik, saxtpazlik. O'g'ling Uyg'ur, o'g'ling bo'libmi va g'ulji xalqi yetyapsan. Yetyapsan g'uljiliklar. O'g'in, toplan, bir yer kuch qudratingni bildir, toplan. Uyada toplanib, uyada o'ynab, bu yerda o'ynab, mashrab o'ynab, restoran o'ynaganning u bir ihanat, ahonat, xiyonat u bir. Vatanni qutuldirganga toplan. G'ulji tamoman tugidi. 70% tugab bo'lgan g'uljining unimi qilib qo'ygan 30%ning 22 kunda tugab bo'ldi. Yana bir 2 kungacha nima qiladi, nima yo'q. Qarindoshlaring uchun jiningni tushmamsan, ota-onang, akufga aziz singillaring, qizlaring balchaqa urug'tiqning uchun jiningni, melingni tushmamsan g'uljiloq. O'kan bir chiqirib ikki bola, bir go'rillarni usulni yaxshi o'ynaysan ekan, naliksan desa go'rillar o'ngda yetib, pokka o'zini tashlab yetib qolsa, yana birisi, "Voy bu naliksan desang, yetib oldi akasi, yetib olgan qaraganda g'uljiloq o'xshaydi" deb bir yumurini chiqarib qo'yapti. Ashi vatandan chiqqan ahuzlarni ifodalaydigan yumur. Numus qiling ma'noda g'uljiloq degan. Men g'uljiloq desangiz numus qiling. Og'zim birga kelib ketganda numus qil. Chiqma g'uljiloq, chiq. Jambul g'uljiloq. O'zingning kuch-qudratini ko'rsatma dunyoda. Xo'p, yotaverma. Sesiysan bo'lmasa, butun dunyoda nomingni sesiysan. Ilmi qalayim qanchalik uyada bu yerda chiqarib, din qarshi chiqib, yana bir nima qarshi chiqib, yana bir nima qarshi chiqib, va g'uljiloq sesib ketdi. Endi ma yuzingni yuydiganga, o'zingni pokizlaydiganga chiq masabning oldiga. Jining bo'lsa, jining, meling bo'lsa, meling bilan chiq. Qarab yetishma.